Biz Navbahor tumani Paxtakor mahallasida yashaymiz. Mana shu Paxtakor mahallasida ayrim ariqlarimizda, ko'chalarimizda qirg'oqchilik bir necha yildan beri ariqlarda suv oqmas edi. Xalqimiz bobo dehqon xalq, dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Mana prezidentimizga ming rahmat. Prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shu mahallamizda 5 ta tik quduq nasosi 1,5 milliard miqdorida qurib berildi. Xalqimiz minnatdor prezidentimizdan. Bugun bizni Armijon mahallamizda bayram desak ham to'g'ri bo'ladi. Mahallamizda shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan 5 ta mana shunday artezan qudug'i qurilib, xalqimizga ishga tushirib berildi. Bizning xalqimiz dehqonchilik bilan, asosan anorchilik bilan shug'ullanadi. Mana shu yoz kelishi bilan suv muammosi hammani qiynayotdi. Bugungi kunda mana shu qiynoqlarga barham topildi. Xalqimiz bundan xursand. Mana shunday tashabbusni qo'llab-quvvatlagan va bizni mana shunday suv bilan ta'minlashda o'zlarini hissasini qo'shgan avvalo prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Xalqimiz kelajakda mana shu anorchilik rivojlanishi, dehqonchilik rivojlanishi, kambag'allikdan farovonlik dasturini bajarishda o'zlarini munosib hissalarini qo'shadi degan umiddamiz. Mahallamiz obod bo'laversin. Mana Yangiobod mahallamizda suv masalasi og'ir edi. Mana endi artizan quduq urib berib bizlarga quyosh batareya qo'yib berdi. Xudoga behisob shukr. Prezidentimizga rahmat. Xalqimiz minnatdor. Hammasi yaxshi. Tomorqadan foydalanish yaxshi. Men Boymat Umrzoq Qizlar mahallaning Charozor ko'chasida yashayman. Shu vaqtgacha bizlarda suv muammosi bor edi. Hozir prezidentimizga rahmat. Mana shu suv muammosi yechildi va bizlar quduqlar qozilib dehqonchilik bilan shug'ullanyapmiz. Aholimiz suv yo'qligi sababli dehqonchilik bilan shug'ullanmay, tomoqlardan foydalanmas edi. Hozir mana shu prezidentimiz hammamiz xursandmiz, cho'q. Mana dehqonchilik bilan shug'ullanyapmiz. Mana shu prezidentimizga rahmat. Men Navbahor tumani Kelachi mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro Ro'zimurodov Shohnazarman. Mana ko'rib turganlaringizdek, bizning qishlog'imizda suv masalasida juda og'ir masala edi. Prezidentimizning sa'y harakati tufayli artezan quduq qurilib, bugungi kunda qishlog'imiz ahli juda ham bir bahramand bo'lib, xursand bo'lib, tomorqalardan yashil makon barpo etib, ekinlar ekib, xursandchiliklari cheksiz. Prezidentimizga mahallamiz nomidan, butun qolaversa O'zbekiston ahli nomidan tashakkurnomalar bildiramiz. Suv obi hayot, suv bor joyda elektr energiyasi bor joyda albatta hayot davom etadi. Biz prezidentimizdan minnatdormiz. Doimo sog' salomat bo'lib, xalq xizmatidan charchamasinlar. Men Navbahor rayoni Qorbeshobod mahallasi Oydingul ko'chasida istiqomat qiluvchi Bozorali Ravshanman. Bizning Oydingul ko'chamizga suv muammo edi. Quyosh panelida ishlaydigan quduq qurib berildi. Ko'chamiz aholisi nomidan minnatdorchilik bildiraman. Prezidentimizga tashakkur bildiraman ko'chamiz nomidan. Odamlarimiz endi suv mana mo'l ko'l bo'layapti. Xolma qudrat o'zi ta'minlaydigan